alaykum YouTube obunachilarimiz. Mana bugungi ish chergashli shestronkaga zud kesish jarayoni ketyapti. Mana bu yerda mana bronza malvankadan qoplama qilib oldik. Mana joylarni mana teshib rezalab oldik. Buni zud chiqaryapmiz hozir. O'zini ham shestronkasini ko'rsataman. Mana burrak bo'lib qolgan. Shuni bronzadan qoplab turib zub chiqaryapmiz hozir. Chergashli shestronka. Modul 4. Zona. Zuba frezerimiz stanogimizda zub kesyapmiz. Mana zuba frezerimiz stanogimizda markazi 532A. Mana bu tomondan ko'rsamiz gitaralarni. Mana gitaralari ishlayapti. Mana primoy zub. Mana bu tomonda kassa zub beriladi. Kassoy zublar uchun. Mana bu tushirib turibman. A, B, C, D bo'ladi. Hozir A bilan D ga qo'yilgan. Parazitli shestronka. Kimga qiziq bo'lsa, bittagina like ayamaysizlar. Obuna bo'lib qo'yishni ham unutmanglar. Chergashli zub kesish jarayonida frezani faqat o'rta sentridan olib kelib turib, shunday chuqurlik berib olasizlar, bo'laveradi. Bunda kassa zub shestronka terish shart emas.